Jizzaxlik professional bokschi AQSh promotorlik kompaniyasi bilan shartnoma imzoladi. Yuqoridagi mavzu qiziqmi? Jizzaxiy Instagram sahifasiga obuna bo'ling. To'liq to'xtalamiz. Boks sirlarini dastavval Jizzax shahrida jizzaxlik taniqli murabbiylar Jasur Isoqov, Jahongir Suvonqulovlardan o'rgangan. Ayni vaqtda Toshkentda Bukajimda Shohruh Ilhomov qo'l ostida mashg'ulot olib borayotgan. Professional boksda 61 kg vazn toifasida 5 ta jang o'tkazib, 5 jangda ham g'olib bo'lgan Amirbek G'anijonov hali tanilmagan iste'dodli bokschilarga tramplin vazifasini o'tab kelayotgan. Markaziy ofisi Amerika Qo'shma Shtatlarining Filadelfiya shahrida joylashgan Teflon promotorlik kompaniyasi bilan shartnoma imzoladi. O'ylashimcha, Amirbek jahon ringlarida jizzaxcha jeplar yo'llab, raqiblarini yer tishlatib, O'zbekistonning obro'siga obro' qo'shadigan bokschiga tez orada aylanadi. Nima bo'lganda ham shahardoshimga, vatandoshimga ulkan zafarlar tilab qolaman. Izohlarda esa Olg'a Amirbek deb yozib qoldirishni aslo unutmang.